Bugun 5 kilogramm haqiqiy Toshkent to'y oshini tayyorlaymiz. 5 kilogramm osh uchun 1,5 litr paxta yog'iga 1,5 kilo dumba yog'ini omixta qilib aralashtirib olamiz. Yog'imiz maromiga yetib qizigandan keyin 5 kilogramm go'sht va piyoz solib, tillaranga kirgungacha qovuramiz. Endi navbat sabziga. 5 kilo osh uchun 6 kilo sabzi solsak, oshimiz juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Oshni har bir kilosi uchun 1,5 litrdan suv solib, zirvegimizni 1-1,5 soat davomida qaynatamiz. Zirvegimiz tayyor bo'lgandan keyin 5 kilogramm guruch solib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu jarayon guruchni parlantirish deyiladi. 15 daqiqa parlantirib, guruchni yaxshilab aralashtirib, yana xuddi shu jarayon 2-3 marta davom etadi. Har aralashtirganimizda guruchni holatiga qarab ozginadan suv beramiz. Ko'p suv beraversak, guruchimiz bo'sh bo'lib qolishi mumkin. Siz oshni qanaqa uslubda tayyorlashingizni albatta kommentariyada yozib keting. Bu men uchun juda ham qiziq. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Hammaga yoqimli ishtaha.